Assalomu alaykum. Bugun sizlarga homilador ayolga mumkin bo'lgan dori vositalar va ularning ta'siri haqida tushuntirib beraman va videoni oxirida kerakli bo'lgan mahsulotlarni ham aytib o'taman. Videodan uzoqlashmang. Bo'lmasa ketdik. Birinchi tabletkamiz. Bu polikislota. Polikislota homiladorlikdan oldin va homiladorlik paytida juda ham kerakli vitamin tabletka hisoblanadi. Sababi bu bolani aqliy jihatdan rivojlanishi va nerv sistemasi shakllantirishda juda ham zarur vitamindir. Bu nuqsonlarni oldini oladi. Bosh miya, orqa miya nuqsonlarini oldini olish uchun kerakli tabletka hisoblanadi. Bu asosan 11-12 haftagacha kerakli tabletkadir. Keyingi tabletkamiz. Bu yoda fol tabletkasi. Vitamin bizda kaliy yodid va foliy kislotani saqlaydi. Bu qalqonsimon bez va aqliy rivojlanishda bolaning juda ham kerakli tabletka hisoblanadi. Bu homiladorlikda ichish shart va zarurdir. Keyingi tabletkamiz. Bu magniy B6. Magniy B6 asosan tonus oshganda va stress holatda, asabiy holatda, oyoqlar uyushganda ichish kerakdir. Bu vitamin organizmda juda ham zarur vitamindir. Buni siz uyqudan 1 soat, 1,5 soat oldin ichishingiz kerak. Keyingi vitamin tabletkamiz bu temir mahsulotlari. Maltafer, sorbifer tabletkalardir. Bular organizmda anemiyani oldini olishda va anemiya holatda ichish kerak. Anemiya holatda bosh aylanishi, ko'z oldi qorong'ulashishi, kuchsizlik holatlari ko'p uchraydi va bolaning rivojlanishi sal orqaroqqa ketadi. Bu holatda anemiyani oldini olish uchun temir mahsulot shart va zarurdir. Keyingi vitamin bu Elevit. Elevit kompleksli vitamin hisoblanadi. Tarkibida yod, foliy kislota, biotin, temir vitaminlarni o'zida saqlaydi. Ular aqliy jihatdan teri uchun, ko'z uchun kerakli vitaminlarni o'zida saqlaydi. Bu birinchi trimestr, ikkinchi trimestr, uchinchi trimestrda ham bemalol ichsangiz bo'ladi. Endi tabiiy mahsulotlarni aytib o'taman. Bular olma qon uchun va hazm uchun. Banan yurak tarkibida kaliy bor. Anor tarkibida temir, hemoglobin uchun, anemiyani oldini olish uchun juda ham zarur mevadir. Va 4-si bu apelsin, C vitamini bor va undan tashqari sabzavot mahsulotlari ham o'zida C vitaminini saqlaydi. Va undan tashqari mol go'shtlarini yeyish tavsiya qilinadi. Sababi tarkibida amino kislotalar bor. Organizm uchun juda ham kerakli oqsillardir. Video yoqqan bo'lsa, juda ham xursandman. Like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ham bundan kerakli mavzularni ham tushuntirib o'taman.